Assalomu alaykum. Chino aksiyamizni ham ikkinchi bosqichini yakunlab oldik. Bugun birinchi bo'lib Chuqursoy bozoridan maxsus Lototron o'yinimizni o'ynaymiz. Ya'ni o'yinchiligi o'yinni 3000 balldan oshgan mijozlarimizdan hammasini chaqirib qo'yganmiz. Lototrondan yutgan sovg'ani sizlar tarqatishni boshlaymiz. Ketdik. Birinchi mijozimizdan boshlaymiz. Assalomu alaykum. Komanlarga keling aka. Assalomu alaykum. Charchamasizmi? Yaxshimisiz aka? O'tgan safar ham ishtirok etgansiz? Yo'q, birinchisi. Birinchisi bo'ldi aka. Pochim boshlab berasiz bo'lsa. Aka necha ball to'plagansiz? 4000 dan oshib. 4000 dan oshib. 4000 ham sovg'alaringizni urib bo'ldingiz. Bo'ldi. Endi bunisi rost egasimiga bonus aka tanlaymiz. Bismillah. Mana stikini ko'chirib berasiz aka. Albatta. Ko'chiring. Mana pochiniga kofe mashina yutib oldilar. Okay. Tabriklaymiz. Mana aka, sog'siz. Rahmat. Keyingi mijozimiz assalomu alaykum Temur aka. Yaxshimisiz? Charchamasizmi aka? Kayfiyatlar qalay? Cho'tki. Ikkita kofe mashina olib ketishdi aka. Yaxshidan tortib bering aka. Bismillah. Oling. Bitta oldingizmi chiqilib? Bitta. Nabor instrument. Ana, nabor instrument yutib oldilar. Mana aka. Total yaxshi brenddan, yaxshi kunlarga ishlatasiz. Keyingi mijozimiz Ismoil aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamasizmi aka? Rahmat. Qani marhamat. Tiqqisi kelmadi. Yaxshi sovg'ami deymi aka? Yuting aka, bunda bir smart televizor yutib oling. O ana bo'lar ekan. Xolodilnik yutib oldilar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamasizmi aka? Xolodilnikni ko'rib kayfiyat ko'tarildi? Bo'ldi aka. Nima yutmoqsiz aka? Ko'ramiz, nasib qilgani. Nasib. Bismillah, torting aka. O ana mini pech. Bugun keling xursand bo'ladigan bo'ldilar. Bizim mijozlaringizga yaxshidan mana aka, o'zingiz qo'lingizga topshirib oling. Rahmat kattakon. Salomat bo'ling aka, ishlaringizga omad. Keyingi mijozimiz safarda ekanlar. Hozir o'zlariga telefon qilamiz. Mana marhamat. Assalomu alaykum Ma'ruf aka, yaxshimisiz aka? Rahmat, xudoga. Ha, aka boyagi aksiya bo'yicha sizni navbatingiz keluvdi. Xudo xolasa endi o'rningizga tortamiz aytganingizdek, o'zingiz roziligingiz bilan. Ha, bo'ldi, tortavering, ana mashina tortingda faqat. Mashina bormi? Ha, yo'q, mashina chiqmadi hali, balkim chiqib ham qolar mana aka. Yo'q, o'zi mashina bormi nimani ichida? Ha, bor aka, mashinalarni kiryadigan mashina, shunaqa ish qilib Soqol oladigan soqol mashinalar. Avtomobil yo'q. Hozir mana o'zingiz torting bu. O'zim tortib bering. Qani mana olyaptilar, bo'ldi desangiz oladilar. Ha, bo'ldi, olaversa roziman. Hozir mana bitta sovg'a tanladik. Hozir qani nima chiqdi sizga? Voy, Samsung smartfon yutib oldingiz Ma'ruf aka. Alloh rozi bo'lsin. Bu anavi telefon tanlovdingiz-ku aka. Ha. Undan tashqari bu. Xudo xolasa ikkinchi smartfoningizni oldingiz aka. Xudo xolasa kelishingizga beraveramiz. Ikkita smartfon, qolgan mayda-chuyda sovg'alaringiz aka. Mana Arslon akamning klientlarini ham, Chuqursoy do'koni klientlarini ham xursand qilib yubordik. Aka, klientlar xursand bo'lib qolishdi. Ha, zo'r bo'ldi, rahmat. Asosiysi yaxshi sovg'alar yutganidan men ham o'zim ham juda xursand bo'ldim klientlarga. Bu endi bizning hamkorligimizga juda ham yaxshi ta'sir qiladi degan umiddamiz. Seni tanlaganinglardan albatta biz doimo xursand bo'lamiz. Sizlar bilan birga ishlashdan, birga hamkorlik qilishdan. Hamkorligimiz bardavom bo'lsin.